Anton Chexovning Garov hikoyasi asosidagi radiogramma 9-sinf o'quvchisi Raimov Davronbek tomonidan o'qildi. Kuz oqshomlaridan biri edi. Keksa bankir o'zining kabinetida 15 yil muqaddam berilgan ziyofatni eslay boshladi. O'shanda o'lim jazosi va umrbod qamoq haqida bahs etgan edi. Bankir baland ovozda gapira boshladi. Menimcha o'lim jazosi qamoqdan ko'ra insoniyroq. Jallod sizni bir necha daqiqada o'ldiradi. Qamoqxona esa yillar davomida hayotingizni so'rib oladi. Huquqshunos bankirga qarab javob berdi. Ikkalasi ham birdek g'ayriinsoniy. Lekin tanlash imkoni bo'lsa, men yashashni tanlardim. Qanday bo'lmasin, yashash o'limdan afzal. Bankir kulib javob berdi. Garov bog'laymiz. Agar siz 5 yil yolg'izlikda o'tira olsangiz, men sizga 2 million tikaman. Huquqshunos javob qaytardi. 5 yil emas, 15 yil o'tiraman. Huquqshunos bankirning bog'idagi kichik uyga qamaldi. Uning tashqi dunyo bilan aloqasi kesildi. Birinchi yil u yolg'izlikdan qiynaldi, tinimsiz musiqa chaldi. 5-yilda u sharob va tamakidan voz kechib, faqat kitob o'qishga berildi. 15 yil davomida u 600 dan ortiq kitobni o'qib tugatdi. U endi mutlaqo boshqa odam edi. Bankir pichirlab gapira boshladi. Ertaga soat 12 da u ozod bo'ladi. 2 million. Agar to'lasam men xonavoyron bo'laman. Uni o'ldirishdan boshqa choram yo'q. Bankir ichkariga kirdi. Stol ustida bir parcha qog'oz yotardi. Huquqshunos esa uxlab yotgan, u juda ozib ketgan, sochlari oqargan edi. Bankir xatni o'qiy boshladi. Huquqshunos xat yozib ketgan edi. Ertaga men ozodlikka chiqaman. Men kitoblaringiz orqali dunyoni ko'rdim, donolikni o'rgandim. Lekin bularning hammasi o'tkinchi ekanini tushundim. Men sizning pullaringizni nafrat bilan rad etaman. Garov muddatidan 5 soat oldin bu yerni tark etaman va kelishuvni buzaman. Bankir xatni o'qib, o'zidan nafratlanib ketdi. U tutqunni uyg'otmadi, indamay chiqib ketdi. Ertasi kuni ertalab qorovullar huquqshunosning qochib ketganini xabar qilishdi. Bankir tushkun ovozda gapira boshladi. Men yutdim, lekin nega vijdonim bunchalik qiynalayapti?